Endi asosan bu ilova endi ayollar va qizlarga mos ilova ekanda. Ha. Sen kimlarni liftiga chiqib kelding? Meni efirimdan chiqib. Bu yerda hamma seni unaqa qildi, sen haqingda ma'lumot berishdi. Nima dediki men haqimda? Ha? Kamolaxon Nima avjida deyishdi-da. Komilaxon. Komilaxon. Efirga chiqdimi efirga? Seni kimdir qiz bolacha chaqirsa kulmagin. Seni ismingni kimdir qiz bolacha aytsa demagin. Yig'lagin. Kulishingni qara. Hop, Komilaxon desam siz nima Komilaxon deysiz? Komilxon deb chaqiring. Mani ota-onam o'g'il tuqqan, qiz tug'magan. Kim? Tillo mana shu meni tema qildimi? Sen qaysi efirda meni gapirding? A? Kiming Gapirmadim. gapiribsan-u? Aldayapti. Sizni Tuhmat qilishyapti. tuhmat qilgan yo'q. Meni efirimdagilar bari to'g'ri gapirishadi. Uyingiz qayerda o'zi? Nima qilasan uyimni? Biroz suhbatlashib qaytib kelaman choy ichib. Yakras uyimni tozalagan Ay, odam choy ichib kerak deyapman. edi. Narsa olib borib. Uyimni yig'ishtirgan Ha? odam kerak edi. Uyingiz kattaligini ko'rib kelay, chota hamma ko'pchilik maqtayapti. Uyingiz 4 etajga, uyi tagida BYD'si, Equinox, Gentra, Cobalt mashinalar turadi deydi. Ichkarida garajda. Shunaqami? Kim aytdi? Sen meni tanishlarim bilan ham gaplashib yuribsan ekansan-da. Ana o'zingiz eshitdingiz-a? Endi siz begoda zo'r pul topasiz. Siz trenddagi odamsiz-ku. Sizga hamma kartangizga pul tashlaydi, mehnat qilasiz. Ustak begoda shunday pul topmaysiz. Zo'r pul topasiz-da. Yo'q deganda $10,000 tushadi bir oyda. Javob beraman sizga. $10,000. 10,000dan ko'p bo'lmasa, Bu erkak emas deyapti mana Azizbek degan bola. gapiraveradi opacha. Qarang. Sen haqingda yozilayotgan SMS'larni ham o'qiyapsanmi? Pastda yozishyapti. Menga Ha, yozayotganini o'qiyapman. o'qima, o'zingga yozilayotganini o'qigin pastda. Rostdan ham jinnimmi deb yozyapti. Qarang, sizga endi siz bunaqa begoda pul topyapsiz-da, mana yaxshi pul topyapsiz, молодец. Men havasdaman. Har doim mana shunaqa pul toping, opacha. Endi sizga umuman birontasi nima derdi? Mos yigit topilmaydi, chunki sizga o'xshab hech kim sizdaqa pul topa olmaydi. Begoda ham, narsada ham. Jim turginda. Endi nima qilasiz? Jim tur. Ulug'bek qanday seni yer ko'taryapti deb yozyapti, yo senga yozyapti, yo menga yozyapti. Ulug'bek kimga yozyapsiz? Kimga yozyapsiz Ulug'bek? O'g'il bola bo'lib turib g'iybatchi erkak u shuncha yomon ayoldan mingdan ming battar yomon inson. Erkak kishini g'iybatchisi. Sizni ko'tarib yuribdi-yu. Buni ham ko'taradi nima endi? Yashashga endi haqqim yo'qmi? Yashayapman-da, Allohim bergan umrni yashashim kerak-ku. Zato Yumaloq o'tkazishim kerak-ku. ayrimlarga o'xshab fohishalarga bormaydi bu bola. Mayli ishlamasa ham uyda pokiza bo'lib yotibdi. Ayrimlarga o'xshab qizlarni dushga olib kirib yechintirib, harom ishlar qilmaydi. Ayrim erkaklardan ming marta pokiza bu bola. Shunaqalar ko'p erkaklar. O'zini o'zi kasal qiladi, xotinini ham kasal qiladi, bekorchi o'lib ketadi kasallikka uchrab, yomon kasallikka uchrab. Buq chiqib, rasos chiqib, hech qachon keyin davo topilmaydi. Doktorga borsa keyin Bo'ldi. bo'ldi, Gap sanspitsan boshlasam deydi. olib ketaverma. Jim. Nima men gap tema ochib bersam davom ettirib ketaverasan? Xo'p, siz nima gap desangiz shu. Sizni hurmatingiz men uchun cheksiz bo'ladi, opajonim. Bo'ladimi?
Beyozor to'g'ri bola ekan. Ha. Mana bu sochlaringiz yaxshi. Hadi Ana boboy, bolalar boboy uxlayaptimi o'sha sizga admin bolalaringiz? beraman. Boboy, to'g'ri, mana shu yerda turing, zida qilishdi bular boru. Qichima gap, so'kingan, anaqa ekansan, manaqa ekansan, ruchkasini olib qo'ying, fignet qilmang. Ruchkasini oling, o'tirsin mana shu yerda. Suhbatni eshitib o'tirsin. Adminlar kerak paytda turmaydi-da mana yerda. Kerak paytda turmaydi. Hozir adminlar yig'ishtirib qo'ysang, qovog'ini solib, zarda qilishni bilishadi. Olib qo'ysang kelishadi, marta admin so'rab. Turishmaydi mana yerda, panaga chiqishib oladi. Yo qo'rqadi vignet qilgani. Xafachiman, pul topish osonmasa qiyin-a, opacha. Voy, xuddi bir ishlab pul topayotgandek gapirmagin, Kamolaxon. Xuddi bir ishlab pul topib bir narsani Endi to'ndirib sizni o'ylab qo'ygandek aytyapman-da, gapirmagin. asablaringiz ketadi. Bularga Meni o'ylama. Bu asablar orqasida men qancha pul topishimni bilmaysan-da. Jon kuydirmasang janoni qayta deb bekorga aytganmi? Meni o'ylama sen. G'ayratbek aka, karta tashlab qo'ydim. Karta tashlab qo'ydim. Tashlang o'sha yerga. yo'q, sizga o'xshab pul topish uchun nima qilish kerak? Erkak kishi, o'g'il bolalar hammasi. Xudo. Erkak kishi o'g'il bolalar, haqiqiy o'g'il bola bo'lsa menga havas qilmaydi. Menga o'xshab pul topmaydi. Yaramas, sizga o'xshab deyorma deb senga 100 marta aytyapman. Bu yerda erkaklar menga havas qilmaydi. Mayli, Ular qizlar, bilagidek qizlar. kuchini ishlatib pul topadi. Menga o'xshaydiganlar ana battle o'ynab o'tiribdi qizlarni yechintirib. Menga o'xshaydiganlar o'tiribdi o'g'il bolalardan pul so'rab, almos so'rab, podarka so'rab. Mujik erkaklar bilagidek kuchini ishlatib kechqurun beguga kirib podarka otadi. To'g'ri, to'g'ri. Endi ayollar va qizlar Bavram sidaqa brigadasi nomeradingiz o'xshaydi. Ha, Unaqa deyman. pul ishlash bo'yicha. Ha, Ha? ha, kim aytdi? Ana u sochi uzun ham sizdan qolishmaydi lekin. Yomonmisan sen? Ha? Seni jinni desam, jinni ayyormisan sen? Qaysi soch uzun? Nima? Qarang, G'ayratbek aka yozdim. Ana u kepka. Kepka kiyib olgan bor-ku. Qaysi kepka kiyib? Kepkaliklar qancha? Beguda. Men liftida o'tiraman-ku. Seni kimi liftida o'tirgan? Men seni poylab yuribmanmi? Qayerdan bilaman sen kimi liftida o'tirganingni? Yo'q, mayli. Muxlis taniysizmi? Yo'q, tanimayman muxlisni. U ham begoda pul topadigan ayol. Ha. Sizga o'xshab. Apachaman, apam. Mana aytyapti deydi. Nanoshni aytyapti. Tomi ketgan bu bolani. Toming ketganmi seni? A? Sochim og'ir. Kunduz uxlab oldim-da. Gapiraman deb. Vaalaykum assalom. Kunduz uxlab oldim-da. G'ayratbek aka, Telegramga yozdim. Qarang qancha tashlashingizni. Jon aka, уже oz qolyapti battle'ga. Prodaves Ol battle kim bilan o'ynayapsiz? Men bilan o'ynaysizmi battle? Sen bilan nima qilaman o'ynab? Tortaymi battle'ga? Sen bilan balobormi battle o'ynab? Men o'ynayapman-ku, boshqa begona ayollar bilan. Ha, o'ynaver o'zingga moslar bilan. Sen bilan battle o'ynab, вообще-то trendga chiqib ketmayman. Trendga chiqsangiz sizga shunchalik yaxshi-ku pul tushadi. Voy, men shundoq ham o'zim pulimni topib olaman. Sensiz ham.
To'g'ri. Bolalaringiz uxlayaptimi hammalasi? Yo'q, uxlagan yo'q. Nima edi? Endi so'rayapmanda kech bo'lganga uxlayaptimi yo'qmi debmanda. Meni bolalarim uxlashmaydi ja erta. Ertaga maktabga boradi hammasi. Mm, Opachi, pravangiz bormi? Kibrmisiz opa, odam tanlaysiz deydi. Yaxshi yigit, men kibr bo'lganimda hozir Komilaxonni o'rniga men bitta donatorda ko'tarib o'tirgan bo'lardim. Kibr bo'lganimda. Tushundingizmi? Ruchkangizni olib hozir ko'tingizga tepib vignetga yuboraman. Onlaynchilar efirda yurasiz. Ko'tingizni qisib o'tiring bu yerda qichima gap qilmasdan. Pravangiz bormi opachi? Nima qilasan pravamdi? So'ramaganing shu qoluvdi, boru. Endi so'rayapmanda, pravangiz bo'lsa agar moshinangiz ham bo'ladi-da, shunga aytyapmanda. Xudo. Siz mana bu ochki borku, o'sha kungi ochkini ko'rdingizmi? Ochki to'qib o'tirdingiz-ku, sochingiz tepasida. Ha. Mana shunaqa ochkini toqing. Yaxshi daromad ko'rar ekansiz. Uyga ro'zg'or qiling, addushi damni oling, maza qilib dam oling bola chaqangiz bilan. Mana shunaqa urishingiz dam bo'ladimi? olyapman. Men hozir Moshinalar yer eng zo'rada. chopyapmanmi hozir, ey? Yer chopyapmanmi? Dam olmasdan nima qilyapman? Yo, dam olyapsiz, men qimmat moshinalar olib mining deyapmanda. Qimmat, eng zo'r bevay deymi, kelikmi, taxoyimi? Qimmat mashinalarga pulim yo'q meni. Pulim yo'q bunaqa qimmat mashinalarga. Mobiltgacha Gentra Yo'q, unaqalarga ham yo'q, Matizga ham pulim yo'q. Berib turasanmi? Aying puli ko'p ekan, aying pulidan berib tur. Ayam yillar davomida go'shtetda ishlab berishgan, bigo-migoda pul topmasdan. Ha, bu. Qarang, sizga qanaqa yigit kerak sizga, misol uchun kelajakda oila qurishga puli ko'p bo'lishi kerakmi? Siz aytgandek moshina sovg'a qilish kerakmi? Ha, O'shandagina oila qurasiz o'sha yigit bilan. o'sha yigit bilan keyin oila quraman. Ha, unaqa yigit mingtadan bitta bo'lmasa, atak chiqish qiyin bo'lsa kerak, bilmayman yana. Nimaga chiqish qiyin? Yo'qmi bunaqa erkak, jinni? Sen xolos yotibsan. Bir emas, ikkita mashina olib beradigan yigitlar bor, nima deyapsan? Hamma ham senga Bunaqalarni o'xshab ayasini topolmaysizmi? pulini yeb yotgan yo'q. Yo, nima derdi? Siz o'shalarni tutib olsangiz bo'lmaydimi? Keyin begoda o'tirishni hojati ham qolmasdi. Ha, tutolmayapman-da, axir ular bigoga kirmaydi ekanda. Ular kirmaydi, bigoga kirgan vaqti yo'q ekanda ularni. Yo'qda vaqti, to'g'ri. Vaqti yo'q. Shahar chetdan ko'rinib turar ekanmi Toshkent? Toshkent ko'rinib turadimi o'yingizdan yo qishlog'imi? Toshkent emas, Andijon ko'rinib turadi meni derazamdan. Andijonlikman-u. Ha, Andijonlisiz a? Ha. Ha, yaxshi. Andijon qayoqda yotibdi? Angren qayoqda yotibdi, to'g'rimi? Ha. Andijonga ishim tushsa mehmonmi yoningizga kirib o'tib ketaymi? Sen Andijonga ishing tushib, Andijonga yo'l kira topib kelguningcha 40 ga kirasan. Yo, hozir 2 kun ishga chiqsam 200 ming topaman. 3 kun chiqsam 300 ming. 300 mingga borib kelaman. 300 mingmi, 300 mingga Toshkentda qolib ketasan. Bu Andijon qayoqda? Toshkentdan. Nima de avtobusda kelasanmi? Akligimi? Вообще настроение ko'tarilib ketdi deydi. Salim aka, assalomu alaykum. Yengil mashinada kela olmaysan 300 ming pul bilan jinni? Andijonga kelib kirib o'tib ketaman, mehmon bo'ladimi? Qilsam kelarmish bolani.